Assalomu alaykum azizlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilari, azizlar, videoni o'tirmang ko'rsangizlar, manzilini ham aytamiz, uy egasini telefon raqamini ham qo'yamiz, bahosini ham aytib o'tamiz. Undan tashqari hujjatlarni tekshiramiz sizlar uchun. Shuning uchun o'tirmang ko'ringlar, oxirigacha ko'rmasangizlar batafsil tushunmaysizlar. Hujjatlar tayyor, 600 metr kvadrat, ya'ni 595 metr kvadratda joylashgan. Shu ko'rdim, угловой hovli joy, 22 metr. Uzunasini 27 metr, 595 metr kvadrat. Yani acayip naveslatilgan. İkinci darajada o'zi plitalar bilan bostirilgan ekan. Erdalari nagrajdenlar deb olingan. Garaj qismi bor yanda. Az uyni o'zini ham to'g'risi hali girib ko'rmadim. O'zingiz bilan birga girib ko'ramiz. Unda yana hujjatlari, reyestrdan ko'chirmasi yana 595 u 74, ya'ni 596 desangiz ham bo'ladi. Chizmasini ko'rsatib o'tamiz bo'lsa. Noirofiyas. Izle угловой hovli joy, ajoyib. Zo'r. Baland ekan. Hozir yana egarlarimiz. Podvolan bormi? Ulli podvolan bor ekan izle. Uyni baland ekan, ajoyib qurgan o'zlarilar. Bunda garaj qismi oynalar e'tibor qiling. Oynalar. Panoramli oynalar aytilgan. Bu угловой hovli joy ajoyib. Угловой hammaga yoqadi. Ana podval o'xshaylar yani doğruda. Benim bemalol maşin sig'adi, yine benim plita bilan bostirilgan ekan. Fundament ajoyib etib etilgan. Izle bir garaj qismi ekan, keyin ham xonadonimizda deyishlar. Ikkinchi garaj qismi. Ve 27 metr degani kichkina emas. Uydan tashqari. E'tibor qiling. Necha metr ish uzun asan? Oylana 22 keng. Bo'ldi, kelavering. To'xona, malxona bor. Sizda eldilardan eslatilgan mahalla. Suvsiz gaz bombasiz. O'zi gaz bedan boradi. Manzilga to'xtalamiz. Manzili Urganch tumani Xiva yo'lidan kelsangizda Brulers siniq ko'pirdan kirib kelinglar. Batafsil ma'lumot uchun yana aytganimizdek egasini nomerini qoldiramiz. O'zlarini telefon qilib kelaverasizlar. Ajoyib tuzatilgan uzumlar, mevalar, daraxtlar eldinda. Sifati yaxshi, sifati dim yaxshi. Chunki hozir ko'rdingizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'chadan kiraverishimiz prixoji. Qachonimiz sho'ra o'rnatilgan ekan. Kirganimizda chap qo'limizda kuxnyasi bo'ladi ekan. Tez ko'rsatib beraman, shu sizlarning vaqtlaringiz olmasa uchun. Endi bu zal e'tibor qiling, haqiqatan baland ekan. Yaxshi yo'lan baland ekan. Endi nima ishimiz indamin 5 metr uzunasına bir 9 metr bor. 10 ham bordir belki, 10 bor. Radiatorlar bana aynan teyinde, aynan plastik ramlarni kattasidan qo'yilgan ekan. Nechanchi yilda qurilgan uy? Dalan. E'tibor qilasizlar. Depa bo'latilgan ekan dalanimiz ajoyib. Chiroyli bo'ylardan chiqarilgan. Natijada patologlar aytilgan. Radiatorlarni pastdan qo'ygan ki aynan teyinda. Yanında bir xonamiz. Xona odimli. Narsalar bilan hamma narsasi qoladi ekan izlab. Bahosi? Ha? 595 metr kvadrat hamma jihozlari bilan tayyor holatida doğru girib yashaysiz ekan. Bahosini hozir egasidan so'radim. Improvizatsiya bo'lib tutadi, chunki ko'rganimiz yo'q edi hali uyning chanini ko'rib. 100 ming dollar aytdilar. Gelişin neredeyken bir bana telefonlaşıyoruz. Bir de podval açıyor ben. Bu depeden o kanaba mı Spanya? Garaj depesi. Az bak taraftan açık kras bildi o. Açık mı? Ondan bir zal var. Analadım kette genç ana veriyor. Dum kette. Yenem şu iğne ne bir 6 metr bağı bu. Uzunasına 10.
Konditsionerlər qoyulğan, mebellər təyar, halılar kirayə halılar qoyulğan, taşalğan, əcayib pərdələr asılğan, televizorlar 3-dən 4-dən. Əcayib və gəp yox, yenə sifəti zor. Sifətlər qurulğan ekan. Özünüz yəni etibar verib gördünüzdə fundamentlər əcayib gətirgan. Yan tərəfimizdə bax tərəfi. Yəni gördüyünüzdə 2 qarar. Halasından mal baksız olacaq. Yəni o ikinci tərəfində tovuqlarını baxıb götürək ki. Bunu görün işte. Yəni gördüklərimiz arxada yan tərəfdədir. Həzdə ondan televizorlar 43'lik chatdə, yox 55'lik mi? 55'lik oxşuydu. Wi-Fi-lar bax, həmən səs təyar. Yerimizə halılarım taşalğan, pərdələrim qoyulğan, patologlarım nəticə patologlar ətilgən çıraylar boydan çıxarılğan. Baxasan aytdıqəzdə 100 min dollar aytıldı. Bətəfsili məlumat üçün ekranda xanadanımıza gəlsin telefon nömrələri göstərilgən. Bemalol üzərindən telefonlaşıb gəlib üstündə gəlişib satıb alışınız mümkün. Uğla Oyxanadan 595 metr kvadratda yerləşən mənzili Ürgənc Xiva yolu Brullerdə Sınıq köprü tərəfdə. Sağ olunlar, salamat olun, bizdən güzəşdə davam etdinlər. Keyingi videolarımızı izlə. Görüşürük.